Markaziy bank banklarni insofsiz amaliyotlardan tiyilishga chaqirdi. Regulyator ayrim banklar mobil ilovalarda mijozlarga bosh ofertani majburiy tasdiqlatib, aslida bitta xizmat uchun rozi bo'layotgan iste'molchiga bir nechta keraksiz xizmat shartlarini ham yuklayotganini aniqladi. Ko'pchilik foydalanuvchilar shartnomani batafsil o'qimasdan rozilik beradi va natijada bilmagan holda boshqa xizmatlarga ham rozi bo'lib qolmoqda. Bu esa kelajakda bank va mijoz o'rtasida nizolarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, ayrim banklar kredit karta bo'yicha qarzdorlik paydo bo'lsa, kartani avtomatik bloklab, hatto karta to'ldirilganda ham komissiya undirish holatlari qayd etilgan. Markaziy bank bunday holatlarni qonunchilik va adolat tamoyillariga zid deb baholadi va banklardan mijoz istamagan xizmatlarni majburlamaslik, ustun mavqeini suiiste'mol qilmaslik, komissiyalarni halol va adolatli belgilashni talab qildi.